Vatanimiz mustaqilligining 34 yillik bayrami bugun respublikamiz bo'ylab ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Ayniqsa, olis va chegara hududlarda bayram arafasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, shuningdek, obodonlashtirish ishlari aholi vakillarining xursandchiligiga sabab bo'lyapti. Farg'ona viloyatining olis chegara hududlaridan biri hisoblangan Farg'ona tumanida ham ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Kuni kecha tumanda katta bayram tadbiri tashkil etilib, aholiga yuqori kayfiyat ulashildi. Jarayonlar muxbirimiz reportajidan o'rin olgan. Yurtimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasi o'laroq Farg'ona viloyatining eng olis va chegara manzillari hisoblangan Farg'ona tumanida ham xalq farovonligi yo'lida ko'plab loyihalar amaliyotga tatbiq etildi. Jumladan tumanda 5 ta yangi maktab qurib bitkazildi. Tumanning eng chekka mahallalariga asfalt yo'llar yotqizilgan bo'lsa, Shohmardon va Yordon qishloqlarida dam oluvchilar uchun yangi mehmonxonalar va ko'ngilochar maskanlar foydalanishga topshirildi. Bugun tuman markazida tashkil etilgan bayram shodiyonasi shunchaki tadbir emas, balki samimiy va soddadil chegara manzil aholisining quvonchi desak adashmagan bo'lamiz. To'rt tomoni tog'lar bilan o'ralgan so'lim Farg'ona tumanida bugun mustaqilligimizning 34 yillik shodiyonasi keng nishonlanmoqda. Aholi vakillari, qolaversa Shohmardon va Yordondan kelgan fuqarolar ham ushbu shodiyonada bevosita ishtirok etishmoqda. Tuman rahbari tomonidan vatan uchun, millat uchun, xalq uchun degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etgan istiqlolimizning 34 yillik qutlug' to'yi katta shodiyona bilan ochib berildi. Tumandagi yosh ijodkorlarni jadidlarimiz haqida ishlagan sahna ko'rinishlari tadbirning debocha qismi bo'lgan bo'lsa, poytaxtdan ushbu manzilga kelgan san'atkorlarimizning kuy-qo'shiqlari yig'ilganlarga o'zgacha kayfiyat ulasha oldi. Bu 34 yilda, ayniqsa qolgan mana shu 8 yil davomida bizning qishlog'imizda nihoyatda tumanimizda o'zgarishlar bo'ldi. Eng avvalo, ya'ni bizda Shohmardon, Yordonga borishimiz, chegaradan o'tishimiz muammo edi. Mana hozir chegaralarimiz ochilib, bemalol chiqyapmiz. Ya'ni buni asosiy sababi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovning butun dunyoda, ya'ni O'zbekistonni ko'rsatayotganligi. Eng avvalo tinchlikni mustahkamlash uchun, tadbirkorlarga berayotgan sharoitlari uchun, nuroniylarga berayotgan sharoitlari uchun, xalq ta'limi, meditsina xodimlari, qo'yinki barcha soha xodimlariga berayotgan e'tiborni dalolatdan bilaman. Yoshlar o'yingohida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 34 yillik bayramini o'tkazamiz. Men shu mustaqillikda birinchi yildan boshlab shu bayramlarda qatnashaman, lekin bu yilgi mustaqillik har yilgi mustaqillikdan nihoyatda ajoyib o'tyapti. 71 ta qishloqlardan kelgan fuqarolarning kayfiyatlaridan ko'rish mumkinki, hech qanday mubolag'alarsiz bayram chindan ham bayramday bo'ldi. Bundan tashqari, dolzarb 90 kunlik doirasida yoshlar o'rtasida o'tkazilgan sport musobaqalari va madaniy ma'rifiy tadbirlarni har biri yuqori saviyada o'tkazilganligi uchun tuman rahbari sport a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu esa bayramga chin ma'noda tuhfa bo'ldi. Hududda bo'lishiga qaramasdan chiroyli bo'lib tadbirlarimiz o'tyapti. Bu albatta tinchlikning sharofati, tinchlik bo'lgan yurtimizga doimo bayramlar yarashadi. Buning uchun prezidentimizga, rahbarlarimizga katta rahmat. Chiroyli tantanalarni tashkillab, chiroyli hovuzlarda xonandalar olib kelyapti. Mustaqillik sharofati bilan mana barcha tumanimizdagi xonadonlar, mahalla hammasi chiroyli bo'lib asfaltlar bo'lyapti. Suvlar keltirilgan, juda sharoitlarimiz yaxshi. Juda minnatdormiz. Obod bo'lib boryapti tumanimiz. Tumanimizda shu yurtda yashagandan, shu davlatda, shu vodilimizda yashagandan minnatdorman. O'yin, kulgi va kuy-qo'shiqlar bilan davom etgan bayramga mushakbozlik va vatanni madh etuvchi taronalar yakun yasab berdi. Hilola Abduqodir va Nodir Fozilov Hudud informatsion dasturi uchun.